Gollandiye Parlamenti binasının aldidiki Yalghuz kishilik namayishtin nimilerni ügendim. Abdurehim Gheni. Özün yemisen g'imingni, qag'ı çoqur teningni. Her kim öz ağrıqını sözleydi. Uyghur xalq maqal temsillerden. Şarkı Türkistan'daki zulümnin künden künge küçüyüp ketişi, muhaciratı yaşavatkan Uygurlarning ata-anası ve uruq tuqqanları bilen boğan alaqısının üzülüp qilishi qatarlıq amillar chet eldeki Uygurlarning ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sirlarni elib kelmoqda. Menmu aşı yurgi puchulangan g'amkinlardan biri. Bultur 5. aydan başlap ata-anam ve uruq tuqqanlarimning izdirikini qilish uchun har xil amallarni qilishga tirishgan bo'lsammi, lekin boshqa nurg'un Uyg'urlarga o'xshashla oilamdagilar bilan aloqalashishning hech qanday imkoniyatini topolmadim. Barliq xushalligimni yo'qotib, bir kunmi ichimdan chiqarib kulib baxmadim. Tamoqnimi ko'ngil xo'shligi bilan emas, faqatla och qilib, yiqilib tushmaslik uchun yeydigan bir holatga kelib qoldim. Bu faqat mendagi ahvollarla emas. Barliq qarindoshlarimning o'xshash ahvolda ekanligini ko'nglim tuyib turibdi. Gollandiyalik tanishlarim va xizmatdoshlarimdan ata-onamning izdirikini qilishning qonunluq yo'llarini surishtirishga başladım. Ularning ko'rsatmasi bo'yicha Gollandiye hukumatining tashqi ishlar ministrligiga bu haqda xat yozish. Bir kishi bo'lish suhbatim bilan vatanim va oilam uchun qiladigan ko'rishimning tunji qadami bo'ldi. Ammo xat yozib qo'yish bilanla hech ishning hal bo'lmaydiganligi ko'nglimga ayon edi. Uning ustiga izdiraksiz bo'lg'ini yalg'uz meningla ota-onam emas edi. Shuning bilan o'zimning ota-onasining masalasini nuqta qilib turib, Xitoylarning Uyg'urlarning beshiga selib kelayotgan zulmini oshkorlash qaroriga keldim. Barliq g'azabim va azobimni ma'naviy kuchga aylantirib, izdinish orqali tafsiliy plan va loyihalarni tuzdim. İnternetdan munosabatlik qoida-mizonlar haqida izdinish jarayonida 6 ayning 26, 27, 28 kunlari va 7 ayning 5 kuni Gollandiye Parlamenti binasida ministrlar va parlament a'zolarining yig'ini borligidan xabar topdim. Bu to'g'ri kelgan fursatni qo'ldan bermaslik uchun darhol yalg'uz kishilik namoyish ruxsati ilishga iltimos sundim. Iltimos tasdiqlanguncha namoyishga tayyorlik xizmatini bir yandan elib bordim. Jam'i bir oyga yetmagan izdinish, plan va tayyorlik ishlaridan keyin oxiri Gollandiye Parlamenti binasının kirish eg'zida 4 kunlik qonunluq namoyishimni boshlavatdim. Gollandiye Parlamenti binasi oldida yuqorida deyilgan 4 kunda ota-onam qayerda, o'ldimi, hayotmi, turmidimi, yo jazo lagirdimi degandek xatlar yozilgan gollandiyacha va inglizcha qo'sh tillik viviska bilan Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan etnik qirg'inchiligiga bo'lgan qarshiligimni ifodaladim. Xitoylarning qirg'inchiligini texmi jonliq, obrazliq ko'rsatish uchun jazo lageriga munosabatlik rasmlarni va dunyoning dongliq axborot vositalarida e'lon qilingan xabarlarni ko'rgazma qildim. Ammo namayishni yuqori ovozda vaqirash, g'azablanish, ochiqlanish orqali emas, tinch yo'l, ya'ni ko'rgazma
va dialog shakli bilan qildim. Namoyish jarayonida ba'zi ministr, siyosiy partiyaning boshlig'i va parlament a'zolari bilan ko'rishdim va Uyg'urlarning navbatdagi ahvoliga munosabatlik tashviqot varaqlarini tarqatdim. Namayishning 2-chi kuni o'ylamagan yerdan ma'lum bir siyosiy partiyaning boshlig'i bilan tafsiliy paranglashish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ulardan biri, men attigan sen bergan Uyg'urlarga oid tashviqot varaqini o'qib chiqdim. Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqiqatan kishini cho'chitgidek ahvolda ekan, deb o'z ta'sirotini so'zlagandan keyin mendan Gollandiyada qanchalik Uyg'ur borligini so'radi. To'g'risini aytganda, Gollandiyadagi Uyg'urlarning sonini menmi aniq bilib ketmaydim. Shunga uningga taxminan 2000 atrofida Uyg'ur yashaydiganligini aytdim. Shuning bilanla suhbatimiz davomlashib ketdi. Hammasi sana o'xshash ota-onasi bilan ko'risholmayotgamdi deb so'radi u mendan. Shundoq, chet elda yashayotgan Uyg'urlarning hammamiz o'xshash. Amsa, ular nimishqa ota-onasining izdirikini qilib, sana o'xshash fidokorlik bilan o'ttirg'i chiqmaydi. Men yalğuz kishilik namoyish qilishning afzalligi haqida xeyli ko'p izlanib, yalğuz kishilik namoyish qilish usulini tanlagan edim. Dedim kulimsirab turib. Kollektiv namoyish qilganda davlatning muhim siyosiy markazi bo'lgan parlament binosining kirish eg'izida to'plashib namoyish qilg'il bo'lmaydi. Faqat parlament binosining orqa yoki oldi tarafining sal chetrak yerida 2-3 soat atrofida namoyish qila olamiz. Yalğuz kishilik ko'rgazma shakllik namoyish qilsam, birinchidan parlament binosining oldida, ya'ni kirish eg'izida turib, tashviqot varaqlarini tarqitib, ministrlarning ham parlament a'zolarining diqqatini torta oladi ekanman. Ikkinchidan, butun kun tura oladi ekanman. Undan boshqa sizlardek siyosiy arboblar bilan mana mushundoq keng kushoda paranglashish imkoniyatimi chiqib qoladi ekan, dedim kulimsirab turib. Sen nima xizmat qilsan deb so'rab qoldi yana bir galastuk taqqigan, qo'lida so'mka tutib olgan, yoshda sal cho'ngroq kelgan bir arbob qiziqish ilkida. Men tuproq tadqiqot markazining tuproq analizchisi deb javob berishimga har ikkisi tangla kulishib ketdi-da. Sening bu qadar inchga ham atrofliq ish o'rinlashtirishing aslida sening kasbiy xizmating bilan bog'lanishlikkanda. Ishlaringga utuq tilayman yigit. Hargiz mayuslanma, umidvor bo'l, deb yaxshi tilaklarini bildirdi. G'arb dunyosidagi kishilar kichik ishlardimi astoydil va mas'uliyatchan bo'lg'achqa, ularga biror ahvolni tushuntirish uchun samimiyat va astoydillik kerak. Shunga bu qitim men o'zimni xeyli astoydil bo'ldim deb o'ylaydim. O'ylamagan yerdan paranglashish jarayonida u arbobning menga qilgan bir so'zi menga texmi astoydil bo'lishimni o'rgatdi. U menga mundaq dedi: "Yigit, yaraysan, lekin mundaq bir ishni chala o'ylab qolgandek qilasan. Ota-onam nada?" degan bu lozunkaga eng yaxshisi ota-onangning va urug' tuqqanlaringning rasmini chaplab ko'tirib tursang, texmi ko'p kishilarning axborot vositalarining diqqatini tortsan. Tashviqotni qanday qilish boshqalarning diqqatini tortishda pokit hammadan muhim. Uning samimiy taklifiga qoyilligimdan men texmi ichkirlab savol so'rashga boshladim. Sizcha qilayotgan ishlarimning qanchalik unumi bo'lar?
qonuniy yo'llar orqali ota-onamning izdirikini qilishning yana qandaq yo'llari bor? Sen o'zingning nomida Gollandiye Tashqi ishlar ministerligiga ota-onangning, urug' tuqqanlaringning izdirikini qilib berishni iltimos qilsang, 6 hafta ichida sana javob berdi, dedi javoban. Men aran kelgan fursatda kallamga uvulanıplı kelgan bir savolni so'rdim. Chet eldagi Uyg'urlar Xitoyning Sharqi Turkistonda qurgan jazo lagerini taqtish uchun nima ishlarni qilishimiz kerak? Bu ikkalan tangla menga hayronlik bilan qarab, keskin qiyofatda mundaq dedi. Dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlar sana o'xshash o'zlari turishliq davlatlardagi parlament binosining oldida, xalq maydonlarida tinit shaklda Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmlarini aks ettirgan rasmlarni, xabarlarni ko'rgazma qilsa, ham uni izchil davomlashtirsa, yerlik xalqlarning hissdoshligini qo'lga keltirib, Xitoyga bo'lgan g'azabini qo'zg'aya olaysizlar. Demokratik davlatlarda xalq ra'yi bak muhim. Atdigan qo'lingdagi ota-onam qayerda degan lozunka mening diqqatimni tortdi. Bugünkidek internet davridimi o'zining ota-onasi bilan normal aloqa qila olmaslik bir insonning aqli qabul qila olmaydigan ish. Sening qo'lingdagi tashviq varaqlarini o'qib, sana bo'lgan hissdoshligim qo'zg'aldi. Tashviqotingdagi pokitlik isbotlar bilan mening hissdoshligimni qo'lga keltirgandek, yana nurg'un insonlarning hissdoshligini qo'zg'aya olaysizlar. Hatto xalqlarning g'azab nafrati bilan Xitoy mollarini setib olmaslikdek amaliy harakatga keltirgili. Hatto taratqularning diqqatini tortib va bara-bara mushu davlatdagi qiziq nuqtaga aylanishi mumkin. Shuning bilan bu masala parlamentda kun tartibga qo'yiladi. Rasmiy masala sifatida tilga elinib, parlament a'zolari jiddiy qaraydigan masalaga aylanadi. Parlamentdan shu davlat hukumatiga bu ishga qarta birər tədbir qo'llanishni talab qilib, yozma doklad sunuladi. Shunga dunyoning hamma yerdagi Uyg'urlar sana o'xshash qilsa, ham uni izchil davomlashtira olsa, Xitoy sirtqi dunyoning besimidan qo'rqib bo'lsa-mu, jazo lagerlarini taqashga majbur bo'ladi. Ammo buning amalga eshishining konkret vaqti haqida bir narsa degili bo'lmaydi. Bu izchillik, fidokorlik va astoydillik talab qiladigan ish deb meni xeyli ko'p siyosiy savodlarga ega qilib qo'ydi. Uning tafsiliy tushuntirishlaridan yurakim xuddi Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarini taqitib, bu lagerlarda begunoh yetayotgan xalqimizni qutuldirishning retseptini tepib olgandek xushalliqqa to'ldi. Garchi boshqa irq, boshqa dindan bo'lsaqmi, mendek bir fuqaroga ko'ngil bo'lib, insoniy sap niyat bilan yo'l ko'rsatgani uchun bu xalq vakillariga qarab, ko'zlarimga ixtiyorsiz yosh keldi va ularga samimiy rahmat aytib xo'shlashdim. Sharqi Turkistonning vaziyatining kundan kunga nacharlashib ketayotganligi haqidagi xabarlarning chet el matbuotlarida oshkorlanishi, muhojiratdagi Uyg'urlarning o'zining ota-onasi va urug' tuqqanlari haqidagi andishisini kun sir kuchaytmoqda. Afsus, vatandagi qarindoshlarimizning putquli chambarchas bog'langan bugünkidek sharoit ostida chet eldagi Uyg'urlarning
bir qismi hozir diqqətimni qandaq qılsam vətəndəki qan qeyrindaşlarımni Xitaylarning jazo lageridan baldurroq qutqizishga markazlashtirayman deyishning o'rniga shaxsiy adovatlarini o'pchi so'ringa so'rab chiqib guruh to'plab bir-biri bilan talishib yurmoqda. Bu to'g'rida hech to'xtalg'im yo'q. Mening qarindoshlarimga aytmoqchi bo'lgan yurak so'zim shuki, hammamiz o'z imkoniyatimizning yetishicha o'zimiz yashayotgan davlatlarda har xil shakldagi tinchlik namoyishlarni uyushtirib, qo'limizdan kelganini qilsak, hamda o'zimizning qismatiga munosabatlik materiallar bilan axborot vositalari va boshqa munosabatlik organlarni paket bilan ta'minlasak, o'zaro qilishgan jangi jidallarimizdan foydasi ko'p bo'ladi. Afsus, muhojiratdagi Uyg'urlarning hech ish yuz bermagandek turib elishi, o'z kulfatlarini millatning qismati bilan bog'lab, o'zaro hamkorlashib, bir ish qiladigan Uyg'urlarning ko'plab chiqmasligi hozirgi vaziyatimizni texmo nacharlashtirib etmoqda. Ota-onamizni, urug' tuqqanlarimizni jazo lagerlariga, turmalarga solab, oji-sing'illarimizning nomusiga tegib, qarindoshlarimizning qinini ichivassa, oshkora organ sodisi qilib, qarindoshlarning ichki a'zolarini setibassa, ota-onalarimizni o'ltirib, jasadlarini tariximizda ko'rilmagan vahshiyona usulda ko'ydirivassa, hatto Allah yaratgan ana tilimizda so'zlaganlarni sotsiz so'loqqa qamavatsa, bu ishlarni ochchig'imizda to'rlarda yezib, o'zimizga o'xshash yuragi zid bo'lgan Uyg'urlarga anglatish bilan cheklanib qelyapmiz. Hammali kishi dard, hasrat, azob kulfatda to'lg'inib, yuragi qon bo'lib ketdi. Ammo bu ahvolga xotimi berolmasmi, qo'ldan keladiganini qilib, amaliy harakatga o'tadiganlarning soni bakli oz. Biz nima uchun o'z ota-onamizning, urug' tuqqanlarimizning beshig'il kelgan zulmni o'zimiz yashayotgan davlatlarning haq so'yar xalqlarga, ministrlarga, parlament a'zolariga, avam fuqarolarga anglatib, ularning hech bo'lmasa bizni haqiqiy tonish fursatiga ega qila olmaymiz? Ular avval bizni bilsa, ondan beshimizdagi bu qadar ig'ir qismatlarga yesdoshlik qilmasmi? Ham bu ishni qilishga bizga erkin dunyoda hech qanday to'salg'i yo'q-ku. Bizni to'savatqini zodi qanday kuch? Bu savolga balki nurg'un qarindoshlar, agar biz paket bilan ta'minlasak yoki ochiq oshkora o'tirg'i chiqsak, oilamizdan hech kishi qolmaydi. Urug' tuqqanlarimizni butunlay solib o'tadi deyish mumkin. Vatanda turmalarga, jazo lagerlariga so'lanmagan yana qanchalik Uyg'ur qoldi? Burungu mening beshimga kelmagan edi deb parvo qilmay yuratdik. Ammo hozirchi Xitoy o'ziga sodiq ishlayotganlarni ikki yuzlimichi, idisida masala bor, pozitsiyasi aniq bo'lmadi degandek har xil batnomlar bilan tutib so'layotdi. Yana beshimizni ishchimizga tiqib olib, qo'rqib yashasak, navbat bizgimi keladi? Chunki Xitoy vatan sirtidagi Uyg'urlarni bir taraf qilamiz deb shapi beryotdi. Biz harakatga kelsak, Xitoy bizdan qo'rqidi. Ha, chet eldagi Uyg'urlar harakatga keldi. O'zi yashayotgan davlatlarning qonuni orqali o'zini va vatandagi urug' tuqqanlarni qo'g'dashni bilib oldi. Agar chet el hukumati bizga o'z davlatidagi Uyg'urlarning
urug' tuqqanlarning izderikini qilib, aloqa qilsa, biz ularga cho'qim javob berishimiz kerak. Shuncha ko'p Uyg'urning urug' tuqqanlarining izderikini biz qandoq berimiz? Navada buningga aniq javob bermasak, xalqaroga nima deymiz deb nurg'un ishlarni davomli qilishdan to'xtab qoladi. Da'vogar sus kelsa, qozi muttaham bo'pti degandek, vatanning ichida yashash bilan teshida yashashning farqi nima? Bu xil qo'rqimsirash qachongacha davomlashadi? Ajdodlarimiz qo'rqqachqa, bizning beshimizga mushu kunlar kelmadimi? Erkin davlatlarda yashapmi, jon ketmaydigan, faqat fidokorlik talab qiladigan badal to'lashga nimishqa jur'at qila olmaymiz? Bu zulm mushundoq davomlashaveramdi. Biz mushundoq hammani boshqalardan ko'rib yashaveramdiq. Bizning ko'rishimiz jon beqish, qo'rsoq to'yg'izish ko'rishimi? Biz erkinlikning bir insonning haqiqiy ko'rishi ekanligini zodi qachon tunib, zodi qachon o'pcha harakatga o'timiz? Bu savollarni garchi har o'ylaganimda o'zimmi aniq javob bera olmasammi, men yanila dunyoning har bulung pushqiqida mendek o'ylaydigan yana necha yuzlagan, hatto necha 10 minglagan kishi borligiga cheksiz ishonaman. Bizning eng cho'ng qurolimiz, bizning qilayotganimizning haqqoniyat, adolat ekanligida. Agar bizda to'lib tashqan milliy g'urur, bitmas tugumas ro'yi jasorat, erkinlikka, hurlikka bo'lgan ishonch, tez bitmas milliy iroda va badal to'lash ro'yi bo'lsa, haqqoniyat, adolat har qachon mazlumlar tarafda bo'ladi. Hey, vatan sirtidagi Uyg'urlar, bütün kuchimiz bilan tirishib, o'zimiz turayotgan joylarning qonunlaridan foydalanib, shularning qonuniga amal qilgan asosda o'z huquqimizni izlashni davom qilsak, hamon g'alaba qiladiganligimizga ishonaman. Men bir insonning o'zini o'zgartganida Sharq Turkiston mustaqillik davosining o'zgardiganligiga ishonaman. Bo'libmi, musulmon bir kishi uchun o'z holini o'zgartish, yaxshilash farz. Tamoxo'rlik bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rmaydigan, payg'ambarlarimizmi to'sqan bir ish. Biz endi boshqalardan tamo kutib o'tirishni tashlab, o'zimiz uchun o'zimiz kurash qiladigan bosqichga keladigan yerda. Bizning nazarimizdagi ashaddiy kofir, dinsiz, dovzoq ahli deb ta'riflanadigan falungonchilar jinida pish aptapda tizilib o'ltirib, atdigandan kechgacha turmadagi qarindoshlari uchun erkinlik da'vosi qilmoqda. Ularning harakati bir kunmi to'xtab qolgani yo'q. Ammo biz o'zimizni taqvo musulmon chog'lab, Allohdan boshqasidan qo'rqish muqaddas dinimizdagi shirklikka opirdi. Allah dillardagi sirlarni bilib turdi deb vaz nasihat qilamiz-yu, lekin o'zimizning kimdan qo'rqib, haqqoniyat, adolat uchun turmadagi begunoh yetayotgan urug' tuqqanlarimiz, ishpita dafsanda qilinayotgan och singillarimiz uchun harakatga o'tolmayotganligimizni his qilmayotimiz. Biz his qila olmaganni Alloh bilmasmi? Qo'rqishga tegishlik Allohdan qo'rqmay, ro'yitimizdagi mag'lubiyatchilikdan qo'rqsak, bu sherikchilikka ilib bormasmi? Urug' tuqqanlarning tutilishidan ansirayotgan qarindoshlar shuni bilish kerakki, Alloh farz qilgan bu haq yo'lda, zulmga qarshi harakatda agar qarindoshlarimiz ziyonga uchirsa, Allah ularni cheksiz mukofotlar bilan
to'liqlaydi. Ularning chekkan jafoyi hargizmi bekorga ketmaydi. Lekin biz qo'rqib, beshimizni ichimizga tiqib olsaqchu, u chaqda men hech qachon umidsizlanmadim. Azoblarim chekiga yetgan paytlardimi, dunyoning bulung pushqoqlarida men bilan bir niyatdagi qarindoshlarim bor. Vaqti kelganda vatani uchun tang o'ttirg'i tushalaydigan azimatlar va ularni qo'llaydigan ay yuzlik qiz ayollarimiz bor deb ko'nglim to'q yashayapman. Mana bu mening birdan bir ro'yi tasallirim. Shu sababdan men boshqa davlatlardagi Uyg'urlarning ishni o'zidan boshlab, ota-onasining urug' tuqqanlarining izdirkini qilib, o'zining qismatini millatning qismati bilan bog'lab, o'zining davosini millatning mustaqillik davosi bilan birlashtirsikan degan umiddaman. Kelinglar, qarindoshlarim, birlikda o'z ota-onamizning ustimizdagi vazifasini ado qilaylik. Oyig'ida jannatning suvlari oqadigan onalarimiz kofirlarning oyoq ostida qiynalib, xonavayronlik ichida yashayvermasin. Biz ularga qo'limizdan keldiganini qilaylik. Men bu jarayonda egillagan tajribalarimni sizlar bilan o'rtoqlashishga, namoyish jarayonida sizlarga qo'limdan kelishicha yordam berishga har zaman tayyorman. Sizlarni o'z nomimdan tinch shaklda ota-onanglarning so'riqini va izdirkini qilishga chaqiraman. Yozmamning oxirida bizga necha yillar burun yezib qoldirilgan, ammo haligacha ma'naviy uyg'otish kuchini yo'qotmagan millatparvar shoirimiz Abdurehim Uyg'urning O'yg'an nomli she'rining tuvandagi misralarini sovg'a qilaman. Bu she'r qalbimni hayajonga selib, ko'zlarimni issiq yoshlarga to'ldirdi. O'yg'an. Abdurehim Uyg'ur. Hey peqir Uyg'ur, o'yg'an, uyqung yetar. Senda mal yo'q, emdi kessa jon ketar. Bu o'limdan o'zingni qutqazmasang, ah sening holing xatar, holing xatar. Hilmo jonsizga o'xshaydi tening. Şunu yok mu ancha ölümdin g'imin, chaqirsam qimirlamayla yotsan, o'yg'onmay o'lmoqchimi sen shu peting. 2018 yil 7 oyning 30 kuni Gollandiye